Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Bugun Isroilning janubidagi Bersheva shahridagi Microsoft ofisi yaqiniga Eron raketa zarbasi berdi, deb xabar bermoqda Times of Israel. Ijtimoiy tarmoqlarda hozirgina raketa kelib tushgan joydan olingan kadrlar joylashtirilmoqda. Isroilning Bersheva shahrida qurbonlar soni 35 nafarga yetdi. Agar AQSh Eronga zarba bersa, Moskva bu qadamni noto'g'ri deb hisoblaydi, chunki bu vaziyatning sezilarli darajada keskinlashishiga olib keladi, dedi Dmitriy Peskov. Rossiya prezidentining matbuot kotibi voqealarning bunday rivojlanishini yoqtirmasligini qo'shimcha qilgan. Tramp tez orada Eronga ehtimoliy hujum bo'yicha qaror qabul qiladi. Tramp 2 hafta ichida Qo'shma Shtatlar Eronga zarba beradimi-yo'qmi, buni hal qiladi, dedi Oq uy. Eron AQSh bilan muzokara qilishdan bosh tortdi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Argachining aytishicha, Tehron Vashington taklif qilgan muzokaralarni Isroil hujumlari vaqtida o'tkazishning iloji yo'qligini bahona qilib rad etgan. Bugun ertalab Tel Avivda Shahab-3 dvigateli topildi. Bu Tel Avivga yetib borish uchun mo'ljallangan. Bu 10 yildan ko'proq vaqt oldin yaratilgan eski Eron raketasi bo'lishi mumkin. Barchaga rahmat, bizdan uzoqlashmang. Eng so'nggi yangiliklarni biz bilan kuzatib boring.